Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilari. Orqamda turgan patolog shunchaki patolog emas bu. Bitta ko'rib maza qilib o'raydigan narsa chiqyapti. Xudo xolasa nasib bo'lsa, tez kunlarda bitirib topshirish arafasidamiz. Shu joyda ozgina challenge qilib qo'yamiz. Yaxshilab e'tibor bilan kuzatib tursangiz tushuntiraman. Challengeimiz shundan iboratki, ushbu obyomda metrlarini aytib o'taman. Xuddi shu kvadratni 5 emas 2 kvadrat nari bersa bilan topgan insonga kartasiga shaxsan men Xontunuka jamoasi, ismim Avazxon, o'sha insonni topgan inson kartasiga 200 ming so'm xolisona tashlab beraman. Xo'p, razmeri qosh qismimiz 0.45 chiqqan, o'sha aylanasi 56 metr. Mana bitta darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamiz turi 60 ga, mana bu turi 70. Ichkarimiz turi 60 ga 11.70. Joyda razmerini aytdim. Ushbu joyimizni taxminan kommentariyaga yozib ketasizlar. Men o'zim aniqlab 2 kvadrat nari bersa bilan topgan insonga kartasiga 200 ming so'm tashlab beraman. Addo'sha e'tibor bilan kuzatib borsangiz, xudo xolasa bitganda to'lig'ini, chizmalarini tashlab, xolisona halol tashlab beraman o'sha insonga. Chizmasini ham tashlab qo'yaman, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bosib, bitta like urib qo'ysangiz, ziyon qilmaydi, topib olasizlar. Ushbu videoni uyini turkafon qildirmoqchi bo'lgan insonlarga shuni tashlab qo'ysangiz, ozgina bo'lsa manfaatli bo'ladi. Biz xursandmiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi kayfiyatlarda ko'rishamiz, xudo xolasa.